Assalomu alaykum aziz do'stlar. Biz Boboshbek do'koniga bugun xabaringizlar bor. Kecha bugun Qozog'istondan bir akamiz telefon qilib tovar izlayotgan ekanlar. O'shalar bilan birga sizlarning yana xabaringizlar bor. Biz vodiy bo'ylab tovar izlab topib berish xizmatimiz ham bor sizlarga. Agar shunday xizmatimiz sizlarga ham asqotsa, bemalol bizga telefon qilaverasizlar. Internetdan topib mana biz bilan birga hamkorlik qilib kelishyapti. Biz o'zimiz butun vodiy bo'ylab kecha Andijonda, bugun Qo'qonda aylanib shu insonga savdogar akamizga yuk tovar topib berishda yordam beryapmiz. Bemalol bizga murojaat qilib chiqib kelaverasizlar. Hammasini to'g'rilaymiz. Bu Boboshbek do'koni, Boboshbek bozori bu. Uchko'prikdagi eng katta bozor. Bugun bozor bo'lmaydi, lekin topgan odamlarimiz bilan kelib kelyapmiz. Bizda kontaktlar, danillar juda ham ko'p. Qanday materiallar, qanday nima kerak bo'lsa, kiyim-kechak, mana shu hamma topishgan mato kiyimlardan, har xil kiyimlarni aytaverasizlar. Iloji bo'lsa kelsangizlar, o'zingizlarga yoqqan kiyimlarni ko'rib, sifati, kачествоsi yoqqanini olib ketaverasizlar. Men sizlarga yo'l yo'riq ko'rsatib, hammasini joy-joyiga olib, klientlarga olib yetkazib, borib tomosha qilib, ko'rib, joydan olib ketaverasizlar. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'lingizlar. Agar ishingizlar bo'lmasa, biz o'zimizga murojaat qilaverasizlar, o'zimiz topib jo'natamiz.